hovlida aksiyada ko'rganmisiz? Siz uchun mana shu hovli hozir rasprodajaga sotilyapti. Короче, 3 sotuvlik mana shu hovlimiz tayyor zaxirajili uy egalari hozir vizalari chiqqan chetga chiqib ketmoqchilar. O'sha uchun srochli sotilyapti. Rasprodaja. 3 xonali kvartirani puliga 70 mingga arziydimi yo'qmi mana shu hovlicha hozir ichkaridan arzon qilamiz. Ungacha siz kommentariyaga o'z fikringizni belgilang. Eshikdan darvozadan kira olishda tashqari tarafda ko'cha tarafdan kelgan mehmonlar uchun mana shu samolyot bo'ladi. Keyin ichkariga ko'ramiz. Shunda uyga kirib kelishda mana shunaqangi kattagina hol, zaxadish va hamma mebel texnika turadi, faqat o'zim kiyib ketadigan narsamni olib ketaman deyaptilar. Mana shu zal bo'ladi, kattagina hol, televizor, mebel, hamma narsa turadi. Mana bu yerga kattagina konditsioner ham bor. Keyin plus bu yerga mana shu o'ng qo'limizda kuxni bo'ladi. Hamma sharoit bor, mebel texnikalar, straniy mashina, gaz plita, vechka, kullergacha bor. Mana shu yerga o'tirib yeydigan joyi, eng qizig'i do'xtirning katyol, uyimiz polni topli pol bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Pollari laminat, ot ido uyni yangi qilganlar. Mana shu общий samozyot bo'ladi. Buni varianti tipi seksiyaga o'xshash. Mana bu bolalarimiz uchun yotoqxona, yangi remont qilgan, kattagina mana trezasi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. 90 divan termozoni, mana shu garderob, shkaf, hamma narsa turadi. Faqat o'zimiz kiyib ketadigan narsani olib ketamiz deyaptilar. Mana shunga ko'plar nima uchun bu fortishka desa, orqa tarafda 1 metr joyi bor. O'zlari buni yopib mayda qilganlar. Siz ochib katta qilsangiz ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, so'rashni aloqa chiqinglar. 70 ming yana ozgina savdosi ham bor deyaptilar. Xudo xolasa, sunnatiga muvofiq ozgina savdo ham qilib beramiz.